Salom do'stlar. Bugun bizada penalti seriya videosi va bizada guruhimiz yangi a'zosi bor va bizning obunachimiz bor. Va hozir hamma o'ziga bitta-bittadan davlat tanlaydi. Ispaniya, Argentina, Fransiya. Va operatorimiz Xorvatiya bo'ladi. Okey. Biz o'z kunimiz va g'olib bilan o'ynaydi. Pushka. Va Muslim yutqizyapti. Qara, Muslim bilan kim yutsin? Muslim. Pushka. Va Hasan bilan Muslim, men operator Salah bilan. Va ketdik. Hozir Husan tepmoqda. Penalti seriya, birinchi penalti seriya va gol. Gol urmoqda. 1-0 do'stlar. Muslim hozir uradimi yo'qmi? Mana Muslim urolmadi Husan qaytardi va hozir 1-0. Husan ikkinchi penalti. 5 ta udar bo'ladi, bitta-bittadan tepishadi. Va Muslim qaytarmoqda. Bu ham Muslimning ikkinchi udari. Muslim Husan uchinchi penaltisi va gol. Agar esingizda bo'lsa, ana bu bola o'tgangi videomizda chiqqan edi. Va hozir videomizda emas, Va gol ura olmayapti. Muslim qanday olmasdi? Esingizda bo'lsa, ana bu bola bizni oldingi videomizda chiqqan. Husan to'rtinchi udar va voy, ne gol! Tosh xalaq berib qoldi. Va hozir Muslim urolmasa, Husan yutdi. ha. Chunki ursam urolmasa ham Va ne gol! va chunki ursam urolmasa ham biz shansi yutqizardi. Va Gol. hozir Endi bizani Husan finalda va hozir men bilan operator Salahimiz. bolalar mana Abdumalik 3-tepishi mana. Va ne gol! Hozir Salah tepadi. Uchinchisi zarba va ne gol do'stlar. To'rtinchi zarba Abdumalikda va gol do'stlar. Abdumalikning ham yutib ketish imkoniyati bor agar Salah ura olmasa. Salah va Abdumalik qaytarmoqda. Hozir endi bitta tepishadi. Shoshilma. Gol do'stlar. Mana do'stlar Abdumalik 5-zarbasi. Mana Abdumalik va Salah qaytarmoqda. 2-2 do'stlar. Hozir yana bitta tepishadi. Xorvatiya va Xorvatiya gol urmoqda. Yo'q. Fransiya tepmoqda. Gol do'stlar. Xorvatiya va do'stlar
Xorvatiya gol urmoqda. Mana Fransiya. Fransiyada va Salah yutmoqda do'stlar mana. Va do'stlar, bizada operator Salah bilan Husan finalda. Agar shu videoga 10 tadan yig'sanglar, ertaga shu finalda polada ko'rsatamiz va ko'rishguncha.